Qanaqa bankrot? Janob, hozirgina kompaniyaga soliqdagilar tekshiruvga keldi. Hamma ishlar to'xtatildi. Banklar pulini so'rayapti. Hoy, to'xta. Sen meni kompaniyamni tuhmat bilan bankrot qildirding. Hech narsasiz qoldim, hamma narsani davlat musodara qildi. Sening kompaniyang soliq bilan bog'liq firibgarliklaring sabab bankrot bo'ldi. Bunda mening hech qanday aloqam yo'q. Hammasiga o'zing aybdorsan. Sen mening pullarimsiz hech kim eding. Sen meni hayotimni barbod qilding. Buni shundoq qoldirmayman. Hali hammasi uchun javob berasan. Alo, eshitaman. Nima? Qanaqa yong'in? Hozir yetib boraman. Tez Olmos kompaniyasiga haydang. Nima bo'lyapti? Yong'in qanday chiqdi? Xonim, yong'in tez orada o'chiriladi. Kim qilganini aniqlaymiz. Bijuteriya. Nima bo'ldi? Bu sening ishingmidi hali? Meni osonlikcha yo'q qila olmaysan. Bu hali boshlanishi. Sen ham yaqinda oldingi holingga qaytasan. Bu ishni orqasida oq olmos turibdi. Hoziroq militsiyaga xabar bering. U shu atrofda bo'lishi mumkin. Xo'p bo'ladi, xonim. Hozirroq samolyotni tayyorlang. Dubayga uchamiz.